Cobalt. Bu bizani mijoz. Bu navbatdagi mashinalari yangi Cobalt olibdilar, absolyutni yangi mashina. 3-pokoleniyaga gaz quydiryaptilar. Endi menimcha shu kompyuterga borishga toqatlari bo'lmagan shekilli, pokoleniyaning injiqliklariga toqatlari bo'lmagan shekilli 3-pokoleniyaga gaz quydiryaptilar. Mayli. Lekin unaqa emas. Bitta nastroyka bo'lsa, original komplektatsiya bo'lsa, hammasi akali ideal ishlaydi, cho'tka ishlaydi. Shuning uchun hech behijolat qo'ydiraversanglar bo'ladi. O'zingizlarga ma'qulini qo'ydiringlar, olib kelsanglar biz ikkaloviga ham nastroyka qilib beramiz. Hozir bu mashinani ham programmaning обеспечениясini qilib berdik, tortish dinamikasini hamda tabloga suv gradusini bonusga chiqarib berdik, programmaning ichida bo'ldi. Yana bitta narsa, hozir kondisioner sezon, kondisioner bitta yoqib o'chirgandan keyin Cobaltlarda ventilyator o'chmasdan ishlab qoladi. Soatlab ishlaydigan holatda bo'ladi. Uni ham programmaning ichida bonus qilib berdik. Cho'tka ishlaydigan bo'ldi. Murojaat qilaverasizlar.